Hurmatli tikuvchilar, kecha bizani klientimiz bor, juda ham zo'r, o'ziga to'q ayol va bizani klientlarimiz shunaqaki, biz hamma joylarga tiktiradi-da, yana bizga qaytib kelaverishadi-da. O'shanda ularga shoshilinch ko'ylak zakaz qilgan, ya'ni tikuvchilarga, ya'ni Atelesi brendi bor, endi aytib o'tirmiz va ko'ylak ularga bilasizmi qanaqa zo'r ko'ylak tikilgan, lekin ko'ylakni ular shoshilinchda mana qilib berib yuborishgan klientimga. Bu o'zi zo'r ko'ylak, lekin bu paketda u ko'ylakni olgandan keyin u klientimiz bu ko'ylakning ichidagi aybini ko'rishni boshlagan, chiroyliligini emasda, xatolari ko'ringan, choki qiyshiqligi ko'ringan. Ya'ni umuman keyin o'zlari ham telefon qilib aytibdi, agar brend qilmoqchi bo'lsang, upakovkangga e'tibor ber deb. Endi qarang, xuddi shu ko'ylak mana bunday ko'rinishda yuborilganda, mana shundoq. Bu ko'ylakdagi kamchiliklar bo'lsa ham yopilib ketardi. Chunki eng birinchi olinayotganda mana bu kayfiyat o'ta muhim. Ya'ni juda ham chiroyli qilib men hozir srochni ko'rsatmayman, bu yerga qanaqadir bantiklar bilan agar ismi ham yozilgan bo'lsa boru, ko'ylagingiz haqida, uni xatolari haqida gap ham bo'lmaydi. Chunki u o'sha emotsiyani, o'sha chiroyli estetik ko'rinishni sotib olyapti. O'shaning uchun qizlar, hurmatli tikuvchilar, sizlarga bitta foydali maslahatim, libosingizni klientga berayotganingizda upakovkasiga, qadog'iga e'tibor bering. Endi aytingchi, siz klientga libosni qaysi upakovkada yuborasiz? Bu paketdami, qora paketdami, mana bunday paketlardami yoki prosta qo'lga ko'tarib ketadimi, shoshilinchda bering deb. O'zimga shart emas, ko'ylak bersangiz bo'ldi deb fikrlaringizni yozib yuboringlar. Endi qarang, yana bitta narsa, bizda Sarpoda bunaqa korobka bo'lmaganligi uchun mana shu chexolni mana shunaqa paketga endi hozir tiqib qoldi. Solib bersangiz, bu yana ham nur ustiga a'lo nur.